Nimaga rastanovka tez va effektiv yordam beradi? Bu yerda hech qanaqa sverxestественный sabab yo'q. Bu bizani miyamizni tuzilishi bilan bog'liq. Siz kichikligingizda nimadir bo'ldi, voqea bo'ldi. Aytaylik, oyingiz sizni buvingiznikiga tashlab ketdi va aldadi. Man hozir qaytib kelaman dedi va 5 kun kelmadi. Bolaga bu narsani yashab o'tish qiyin bo'ldi va bu uni предательство, sotqinlik deb qabul qildi. Eng yaqin, eng ishonish kerak bo'lgan inson unga sotqinlik qildi deb tushundi. Katta bo'lgandan keyin bu vaziyatni boshqacha ekanligini tushundingiz, lekin o'sha paytdagi holatingiz как travma qoldi va o'shandan beri siz insonlarga ishonmaysiz. Va shu holatingiz bilan bog'liq hayotingizda muammolarga uchraysiz doim. Har doim sizni sotishadi yoki odamlarga shubha bilan qaraysiz va bu muammolarga sabab bo'ladi. Va shu oqibatida paydo bo'lgan muammongiz bilan konsultatsiyaga keldingiz. Va psixolog bu qayerdan boshlanganini bilmaydi. Bu sizning hayotingiz. Va u yergacha yetib borish uchun uzoq muddat siz bilan suhbatlashish kerak. Chunki aynan o'sha bilan ishlash kerak u. Siz buni o'sha voqea bilan hech qachon bog'lay olmaysiz. Chunki siz o'ylaysiz, prosta hozir mana atrofimda shunaqa odamlar bor deb. Chunki bu bo'lgan voqea siz uchun og'riqli, miya xavfli deb hisoblagan voqea bo'lgan va bu voqeani hadeb sizga og'riq bermasligi uchun miya olib judayam xotirani chuqur sloylarida arxivirovать qilgan deylik. Esingizda yo'q. Ya'ni siz juda xohlaysiz buni hal qilishni, lekin buni sababi bu ekanligini bilmaysiz va bu haqida aytib bera olmaysiz birinchi konsultatsiyangizda. Va sizga vaqt kerak bo'ladi shu yergacha yetib borishingizga. Rastanovkadachi? Rastanovkada mana shu ongli qismimiz va ongsizligimizda, podsoznaniyamiz o'rtasidagi baryer, mana shu himoya baryeri yo'q. Ya'ni bu yerda informatsiyani to'g'ridan to'g'ri sizdan bittalab tortib olinmaydi. Bu yerda zamестительlar bor, ya'ni figuralar. Ular yordamida bu informatsiya dostupni, tez. Sizni mana bu himoyangiz sizda qolgani bilan figuralarda, zamестительlarda bu himoya yo'q. Ya'ni ular uchun bu xavfli emas. Va siz qachondir yashab o'tolmagan narsangizni, situatsiyangizni bu yerda rastanovka seansi davomida yashab o'tishingiz juda oson. Nimaga? Chunki bu narsaga yaxshi qaraydigan va sizga yordam beradigan insonlar atrofingizda. Rastanovщик, figuralar. Sekret shu. Aynan mana shu xotirani, chuqur xotirada joylashgan ma'lumotgacha yetib borishimiz uchun ketadigan vaqtda mana shu masofani rastanovka qisqartirib beradi. Shuni hisobiga effekt tez bo'ladi. Hattoda konsultatsiyada ham effekt zo'r va juda uzoq vaqt mana shu joygacha yetib kelishimizga ketadi.